Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, sizlar bilan bugun inshaalloh istig'for haqida gaplashamiz. Istig'for bu gunohlarni talab qilishlik, gunohlarni kechirishlikni talab qilishlik, Alloh taolodan mag'firatni, kechirimni so'rashlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni g'afaro degan so'z o'zi bir narsani yopdi degan ma'no. Bir narsani yopdi. Bana mototsiklda yurgan vaqtingizda bir mototsiklda yuradiganlar kaska kiyadi boshiga. Ana shu kaskani mag'faro deydi arablar. Ya'ni boshni o'rab turadigan, yopib turadigan, himoya qilib turadigan narsa. Istig'for mana shu gunohlardan to'silishlik, gunohlarni yopishlikni Allohdan so'rashlik, talab qilishlik degan ma'noni bildiradi. Qarangda, Alloh taolo rahmati keng zot. Allohga gunoh qilsak-ku, Alloh taolo quvonmas ekanda, bandalarni gunoh qilyapti. Shu jahannamga ham odam kiradigan bo'ldi deb Alloh taolo quvonmas ekanda. Alloh taolo sizni istig'foringiz bilan quvonar ekan. Bandalariga rahmdil bo'lganligidan istig'forni berdi Alloh taolo. Ana shu istig'for aytsin, gunohlarini kechiraman dedi. Hadisda keladi. Hadisda ibn Adam, ey odam bolasi, idza mala'a dhunubuka anana as-sama, gunohlaring osmon o'par gunohlaring bo'lib ketsa. Subhanalloh. Osmon o'padigan gunohlarni qilsak, osmon o'padigan gunohlarni qilsak va Alloh taologa istig'for aytsak, fastaghfiruni, so'ngra menga istig'for aytinglar, g'afartu lak, sizlarni gunohinglarni kechirdim, yopdim deyapti Alloh taolo. Kechirdim, yopdim deyapti. Va yana istig'for aytgan kishini Alloh taolo hech qachon azoblamaydi. Qur'oni Karimni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma kana Alloh mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Alloh taolo modomiki ular istig'for aytib turar ekanlar, Alloh taolo ularni azoblamaydi dedi. Qarang, istig'for aytib turar ekan, Alloh taolo ularni azoblamaydi dedi. Xo'p, Allohning azobidan uzoq bo'lar ekanmiz istig'for bilan. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganda, istig'for aytgan kishi 3 narsadan albatta qo'lga kiritadi. Birinchisi, istig'for ketgan narsani o'rnini to'ldiradi. Inson doim astag'firulloh, astag'firulloh va atubu ilayh deb mana shu kalimani tilidan qo'ymas ekan, uni yo'qolgan narsalari hech inshaalloh o'rni to'ladi. Xo'p, farzandlaringizning o'rni yo'qoldimi? Alloh taolo ana shu farzandingizni o'rnini bosadigan bir chiroyli narsa beradi. Nimadan ayrildingiz? Mol dunyoingizdan ayrildingizmi? yoki ishingizdan ayrildingizmi? Alloh taolo sizning ko'nglingiz to'ladigan narsani berib qo'yadi agar istig'forda davomiy bo'lsangiz. Ikkinchisi istig'for. Bu umid qilayotgan narsalarga yetkazar ekan insonni. Inson nimalarni xohlayapti? Ana shu narsalarga yeta boshlaydi istig'for bilan. Bu mashhur bir qissa, hamma eshitgan. Imom Ahmad rahimahulloh, katta olim, obid, zohid, faqih, muhaddis olimlardan katta olim, ya'ni 4 mazhabdan bittasi. Ana shu kishi dinni taratishlik uchun, bir da'vat qilishlik uchun boshqa bir diyorlarga borib da'vat qilaman deydi. Shom diyorlariga da'vat qilishlik uchun boradi. Shu vaqtda agar shu Shom diyorini hokimiga aytganida, Imom Ahmad men kelyapman deb aytganida, hokimi chiqib kutib olgan bo'lardi deydi. Shunchalik shon shuhrati baland,
hamma taniydigan olimda hokimi chiqib kutib olgan bo'lardi. Ammo ulamolar shundayki, yamshuna fil ardi, yer kurrasida shunday yuradi. Iza khatabahumul jahilun, jahillar xitob qilsa qalu salama, salomat bo'lsin deydi. Shunchalik bir tavozulik bilan yuradi. Olim kishilarning sifatlari shu. Ya'ni indamay shu joyda bir darslar o'taman deb turib, shom yoriga keladi. Hech kim bilmaydi. Agar aytdik hokimi bilganida edi, kutib olgan bo'lardi o'zi dedik. Kechga taraf bir masjidga keladi, masjidda taqirlatadi. Masjid qarag'uli chiqib, yo'q, hozir masjidni ochmaymiz, bomdodda bir ochamiz masjidni. Hozir tun. Azonda kirasiz, bomdodda kirasiz deydi. Imom Ahmad ana shu yerda kutib o'tirsa, bir shamol bo'lib, sovuq bo'lib, yana sovuq qaltirab, sovuq qatib, eshikni yana majbur taqirlatishlikka majbur bo'ladi. Taqirlatadi. Haligi uyqusi bezovta bo'lgan qarovul esa masjid qarovuli chiqib turib, jahli bilan ko'kragiga bir urib, nima qiladi? Ikki oyog'idan sudrab, yo'lning narigi chetiga olib borib tashlaydi. Sahar vaqtida o'ziga keladi Imom Ahmad rahimahulloh. Qarasa, bitta kishi taq deb non yapayotgan bitta novvoyxonaga ko'zi tushadi. Qarasa, yaqinlashib borsa, novvoyxona egasi taqirlatib istig'for aytib turgan bo'ladi. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Mana bu kalima og'zidan to'xtamaydi. Istig'for. Imom Ahmad ajablanib, assalomu alaykum deb salomlashadi haligi novvoy bilan. Novvoyga qarab turib, birodar, bu kalimadan boshqa bir kalima bilmaysizmi yoki buni bir fazilatlarini, buni bir natijalarini, samaralarini ko'rdingizmi deydi. Haligi novvoychi qarab turib, ha, buni samarasini ko'rdim. Bir 3 ta niyatim bor edi, 3 ta bir armonim bor edi. Mana bu armonlarimdan 2 tasiga yetdim. Lekin 3-chisiga hali yetmadim. Shu 3-chisida bir armonim bor. Alloh taolodan istig'for aytaman. Alloh shu armonimga ham yetkazadi deydi. Nima ekan u deb so'raydi Imom Ahmad. Ha, u armonim bu shu bir diyorda bir olim kishi chiqqan. Faqih, obid, taqvo, zohid bo'lgan Imom Ahmad degan olim kishi chiqqan. Ana shu olimning darsida o'tirsam, shuni suhbatida bo'lsam, qo'lini olsam deydi. Shunda subhanalloh, Imom Ahmad rahimahulloh ko'zlaridan yosh oqqan holatda aytadiki, ey novvoychi, mana bu istig'foringda davom etavergin. Alloh taolo Imom Ahmadni 2 ta oyog'i sudralgan holatda seni huzuringga novvoyxonaga olib kelib qo'ydi dedi. Qarang. Subhanalloh, biz istig'forda davomiy bo'lar ekanmiz, Alloh taolo bizni armonlarimizga yetkazar ekan. Chunki istig'for etgan odamda gunoh qolmaydi dedik. Gunohlarini o'chiradi dedik. To'g'rimi? Gunohlar o'chgandan keyin gunohsiz bo'lgan odamni tilaklari qabul bo'ladi-da, albatta. Gunohsiz bo'lgan odamni duolari qabul bo'ladi-da. Uni kamchiliklari o'rni to'ladi-da, albatta. Subhanalloh. Ibn Muborak, adashmasam, Ibn Muborak rahimahullohning oldilariga minbarda turgan vaqtlarida masjidda bitta kishi aytadi: "Ey imom" deydi. "Ey imom, duo qiling, yomg'ir yog'may qo'ydi. Bir yomg'ir yog'sin, dehqonchiliklarga, bug'doyga suv kerak. Bir Allohdan duo qilib yomg'ir so'raylik desa, istig'forni ko'paytiringlar" deydi. Jumada odamlarga istig'forni ko'paytiringlar deydi. Yana bittasi turib, imom, menga duo qilib qo'yincha, jamoat amin desin, farzandim yo'q, qancha yillardan beri farzandim yo'q deydi. Istig'for aytgan deydi. Uchinchisi odam turadi, aytadiki, men Alloh taolo dunyo bersinchi, menga faqirman. Bir ishlarimga baraka berishligini, rizq berishligini so'rayinchi desa, istig'for ayt deydi. Uni eshitgan shogirdlari Ibn Muborakdan so'raydi: "Nima uchun 3 ta odam 3 xil savol berdi, bir xil javob berdingiz?" deb so'raydi. Shu vaqtda aytadiki, Alloh taoloning oyatda Alloh shunday javob bergan-u deydi.
Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Robbinglarga istig'for aytinglar, albatta u ko'p gunohlarni kechiruvchi zot. Yursilis samaa alaykum midrara. Osmonlarda mayda bo'lgan yomg'irlarni tushiradi dedi. Va yumdidukum bi amwali va banin. Va sizlarga mol dunyoinglarni va farzandinglarni ko'paytiradi dedi. Yumdidukum ko'paytiradi, uzoqlashtiradi dedi. Ana dunyo xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Farzand xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Yomg'ir xohlayapsizmi? Istig'for ayting. Qo'yingki, nimani xohlasangiz istig'forni ko'paytiraylik. Ozgina kalima. Astagfirulloh va tubu ilayk. Astagfirulloh. Qarang. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozimiz o'qib bo'lgandan keyin darrov istig'for aytishlikka nima qildi? Buyurdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom bergandan keyin astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Nimaga? Chunki namozimizdagi kamchiliklar, sajda, rukudagi, qiroatdagi kamchiliklarga o'rnini to'ldirsin dedi-da. O'rnini to'ldirishlik uchun ekanda bu, aytdik, ustini yopishlik uchun, bir aybni yopishlik uchun, bir gunohni, kamchilikni o'rnini to'ldirishlik uchun istig'for aytiladi dedik. Darrov gunoh qildingizmi, ko'zingiz nomahramga tushdimi? Istig'for ayting. Alloh shuni o'rni to'ladi. Shu gunohingiz yopiladi. Xato ish qilib qo'ydingizmi? Istig'for ayting. Darrov istig'for ayting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.